Assalomu alaykum, mani kuzatuvchilarim. Judayam ko'p savol kelyapti hozir menga. Elektron epilyatsiya bilan lazerli epilyatsiyaning farqi nimada? Qiziqjo'lar, elektron epilyatsiya tuklaringizni bir umrga chiqarib bermaydi va buni qarshi ko'rsatmalari yo'q. Bitta homilador ayollarga mumkin emas, qolgan matkada, miyoma, kista bo'lganlarga bemalol mumkin, rak kletkasi yoki rak kasali borlarga mumkin, onkologiya kasalliklari borlarga bemalol buni qilsa bo'ladi. Такой mamnaqa apparatda bo'ladi. Mamnaqa kichkinagina ninada ishlanadigan narsa. Endi ko'pchiliklar so'rayapti, og'riq bo'ladimi deb. Yo'q qizlarjolar, hech qanaqa og'riq bo'lmaydi. Og'riq bo'lmasligi uchun biz muzlatib qo'yadigan kosmetologik kremlardan ishlatamiz va og'riq qoldiruvchi ukollar qilinadi. Ukolda qo'rqaman deyotganlarga judayam kichkina ninada qilinadi. Qizlarjolar, mana bunaqa kichkina ninada qilinadi, shpritsda qilinadi. Bu shprits даже teringizga kirganini ham sezmaysiz, chunki undan oldin krem qo'yilgan bo'ladi, muzlatilgan. Lazerli epilyatsiyada esa lazerli epilyatsiya zo'r narsa. Qaysi ma'noda? Lazerli epilyatsiya doimiy keladigan prosedura hisoblanadi-da. Masalan, 7 tadan 10 marta kursini olganingizdan keyin u umuman mutlaqo chiqmay ketadi va sizga teringizni silliqligi va teringizdagi qanaqadir qorayishlar bo'lsa, uni oqartirib beradi va 1 yil 2 yildan keyin yana chiqishni boshlaydi. Chunki qanaqadir stressga tushasiz yoki qanaqadir gormonal o'zgarishlar bo'lsa, u yana qaytib chiqa boshlaydi. Elektron epilyatsiyada esa bir umrga siz tuklardan xalos bo'lasiz. Elektron epilyatsiyalarni kimlarga tavsiya qilamiz? Elektron epilyatsiyani ko'proqgina men o'g'il bolalarga tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki o'g'il bolalarni bakimbar yuz qismi, bo'yin qismi larga tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki yuzdagi mana bu zonadagi chastotalariga tuklar umuman kerak emas deb hisoblayman o'g'il bolalarga. Ayollarga, oq sochi bor ayollarga ko'proq tavsiya qilardim va men bu yerdagi yanoq qismdagi, yuz qismdagi qalin tuklar, ayollarda bir xillarda bo'ladi, gormonal o'zgarishlarda qalin oq tuklar chiqib ketadi. Ularga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Elektron epilyatsiya va lazer epilyatsiyani turlari mana shundan iborat farqi.